Sizlarning pinglaringlarni o'qib bersammi, yana men yomon bo'ldimmi bu yerda? Chiroyli odam saddik yapmaydi. To'yaman. Yana har xil inkoslar kelibdi qarang. Yo'g'on nimasi, kichik nimasi, nimani yo'g'on, nimani kichik deydigansiz, endi siz beshingizdan o'tkazgan o'xshamamsiz deb yozsam, men beshimdan o'tkazmasammi, ne kichik navoy bek to'laydi deydigan gap bor deb yozib qo'yibdi. Nimanchilar o'zini oshkorlaydi? Erlar uyning to'riga deb ketibsizlar. Hammani aksh uyning to'riga emas. Ha. Umrasto. Umrasto balki men. Nim debdi? Seriq shanko jitlib ketdi deb tili qilib qoldi. Yengini ipram degan ya. Esit oshundoq er kishiga turqinglar so'z harakatda bo'lmamsizlar, sizlarmi tugishibsizlar, ekranga chiqqanmay, eringizgu aslo lavz ekan, o'zini chiqarmay sizni chiqarib qo'yib gap qildigan ekan. Esit Hey, turim bo'lsa chiqamamdi. Turbamizni nimani chiqirdi? Eringiz Uyg'urmi, emasmi deb yozibdi. Uyg'ur emas. Biroqda Uyg'urchani o'rgangan. Bu men qandoq satga qilgan bo'laman? Men nim dedim bu yerda hech qanday satga qilmadim. Faqat sizlarning pinglaringlarni o'qib bersammi, yana men yomon bo'ldimmi bu yerda? Chiroyli odam saddik yapmaydi. To'yaman. Seriq filmdagi xotinga o'xshaydi ekansiz deb yozib qo'yibdi qarang birisi. Shuningla men seriq film degan nima u qandoq tushungan bo'lsangiz shundoq bo'ldi. Bu so'zingizdan o'zingizning qandoqligini oshkorlab qo'ydingiz. Pokizadan pokiz tushundi, paskinadan paskin tushundi desam, Ha, uning javobini olibdi-ku. deb boshlar desam, qarang, gapim yo'qolib ketdi. Ha. Hey, mening ota-onam bilan nima qoldi bular? Ota-onanglar ko'mamdiganda deb ota-onamiz ko'migidek men yo og'zimni buzmasam bu yerda, yo satga qilmasam, nimda jil qiladi? Na. Ota-onangiz ko'mamdi deb. Ularda aql yo'qmi deb, nim deb desangiz, ularda aql yo'qmi debdi. Voy siz bek aql qilganki bir tushuntiraydigan menga. Aqli yo'q odam bol topamdi. Undasi bu yoqning bolasi yo'q ekan. Ha. Birisi nim debdi desangiz, eringiz masmo deb yozibdi ekan. Shunga men qo'pib, erim hoji. deb yozib qo'ysam, jimjit. Xalqlar bizning kulgunimizdan sal ochiq kelib qoldiga o'xshaydi o'jimi? Tetiqsizlar, lovzilar, mazxotun. Amsa boshqalar bizdan tillab xushalliq topamda. Ahmoqlar, maz xotin sazı oldu juma. Voyjon. Sizlar rasmiy umoqkansizlar, menga baxtli o'tinglar deb. Bu yerda yaxshi gap yozganlar bor ekan, ha? Voy rahmat, voy rahmat. Tövbe, panarka deb tili qilibdi birisi. Panarka degan nima u? Panarka deganda yo, alamatga degan gap. Qilinkansizlar, ey. O'qimabdimi bo'ldi. Ha, bundan keyin nipizaraq gaplar. Tövbe, og'zingizni ko'lchak qilib, beliq qo'ymayki deganda qara. Mening og'zimni ko'lchak qilib, beliq boqmasangizmi, uyingizda ko'lchak bor o'g'itdi. O ko'lchak yo'g'irib ketgan o'xshaydi. Buning kichikroq ko'lchak lozim emas. Unimi ko'stamdi deb yana bir qitim qilingan qilib oldingiz. Qilingap? Hay, bu qilin gap degan gap qana gapdi. Nipiz gap, qilin gap deb arlamda bu gaplarni. Uyg'urcham tugab qoldimi? Sadaga ketaylar, Uyg'ur emas desam bilmaysizlar, tushunch biramaydi oshtoq. Uyg'urcham tugidil dedi-ku. Kichikkina bir qizgansiz-ku, men sizni texi yo'g'on qirg'inlik kirgan xotinmiki debdimi deydi. Ey. Qandoq kichik sen? Filmni shundoq. Sen bilsan-ku. Menga kichikkina seni o'xshash ayol olmasam, yo'g'on xotinlar menga ig'ir kelib ketadi juma. O'zi pingni yozdi ekan. Men pingni o'qib bersam, oshunimi endi tillab, shu bizab gaplarni qilib yana meni satga qildingiz, qilinga qildingiz. Ey. Sen onunga ancha xafa bo'lib ketma.
bir şeytan bolalarni elib birinchi qidim ko'chaga chiqaylik, men sizlarni tanishtirib qo'yay deb qara. O'ngga qarshi to'xoni ko'ribdi, so'ngga qarshi otni ko'ribdi. Shundan keyin munini ot deydi, munini to'xo deydi, munini eshak deydi. Qarasa bir ayol kiyotqidik. Hey, mullani odam deydi. O'zlari qig'iliqni qilib qo'yiblar, shayton qildi deb bizga do'ngapla qo'ydi. Oh, gapim ham bo'ldi. Bo'ldi, gap qilmaylik. Yaxshi gap qilmaylik.